bu sizga. Mana shu. Ana shuni ham shunga chiqarib bersa bo'lsa $100 beradi. Aniqmi? Aniq. Ne olaman? Mana egasi. $100 beraman. 30 sekundda chiqarib bersangiz $100. Agar 5 sekundda chiqarsangiz $1000. Agar aka bermasangiz taytuvingiz bilan yo'qib beraman. Bo'ladimi? Bo'ldi, tamom. Davay. Tamam. O'zima, men senga ishonaman. Я фанатman патича. Уши нет, не скучай. Chigaklar. Ertasini olib ber qari. $100 beradimi? Bermasa men aytaman, taytuv bilan yo'qib beraman agar bermasa. Aka nima bo'lyapti? Buni ham qanday usullari bor, to'g'amiz deb. Men mobil ochiq aka. Ey, uni bari kel. Давай. Ha. Aka nalog puli ketadi-yu. Bo'ldi, oson $100. Men. Vaqt tugadimi? Ha? Qanadir obu-havon etadi, shu cho'lonman. Lekin bitta narsam o'zi mana shu o'yinni kimdir pul berib, o'ynab $100 yutib olsa, u qimor bo'lishi mumkin edi, harom bo'lishi mumkin edi. Lekin ishtirokchilar 1 so'm pul bermay ekan, agar shuni olib chiqsa $100 beradi. Faqat bitta sharti Isomiddin Burxonovga obuna bo'lgan bo'lish kerak. Halollaring bo'lsin. Buncha yaqindan oladi bu.